bu programmaning xos nomini Xinjiang Paridio Soda Cheklik şirketi o'z ustiga olgan. Men Parizat G'ani. 20 necha yillik ekran hayotimda kino filmlardagi rollarni shu obraz bo'lib o'rinlab keldim. Go'zallikimni tabiatning tabiiy so'lg'usida sug'urib keldim. Ismimga yaqin bu shabnam tomchilarini Paridio nomi bilan tabiatning so'lg'usi sifatida sizga melib keldim. Gül ustidagi shabnam gül husnini jalolantirgusi. Siz gül, men shabnam. O'zingizga hassilab husn qo'shilgan Paridio bo'lay. Charchash hozirgi zamon kishilarda bo'libmi erlarda ko'p ko'rilayotgan bir xil ahvoldir. Ammo nurg'un kishi charchashdan g'alitlik his qilmay, uni normal deb qaramoqda. Eltoj so'ylab javhiri tibobatda e'tiborlab ishlatib kelayotgan qimmatli o'simliklardan ayirib ishlangan bo'lib, erlardagi charchashning oldini olib, xizmatni ko'ngildagidek tamomlashga yordam beradi. Erlarga sirdosh Eltoj so'ylab javhiri. Bir istakan yegi qahvasi, bir sun yeni hayat ma'nosi. Sağlık markalık mahsulotlarni e'tibor bahasi etib olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz kiring. Necha ming xil mahsulotlarga biroqli vakolatchi bo'lib, to'rda eglik qilmoqchi bo'lsangiz, Xinjiang Sodamal to'rimizga kiring. Atrofingizdagi yemak-ichmak, ko'ngil ichish va boshqa mulozimat o'rinlaridan e'tiborga erishmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz turmush supsiga kiring. E'tibor bahad mashina setib olmoqchi yoki mashina sotmoqchi bo'lsangiz, e'tibor Turso shaharchimiz mashina supsiga kiring. Hozir organ salonimizni qo'shib olsangiz 1111 yuan qizil bog'liqqa erishish fursatingiz bor. Urumchi Tianshan rayonining Oltin Soda Chembirki, Xinjiang Dashoning Uduldagi Soda saroy va o'ltiraq uy birlashgan, ichi-tishi marmar tosh bilan oliy bezalgan va ilg'or boshqarish sistemasiga ega Meshin Sari, Urumchidagi nuqtliq maktab, Qaynoq bozor rayoni, doktorxona va go'zal bog'chalar orasiga joylashgan bo'lib, qatnash metro nihoyat qulay. Egizligi 3 metr 10 sm bo'lgan 46 dan 141 kvadratgacha uy va do'konlar setib olishingizga va mablag' silishingizga arziydi. Birinchi ayning birinchi kunidan birinchi ayning 20 kunigacha uy setib olganlarga alohida sovg'atlarmi bor. Meshin Sari. Turmushingizdagi eng go'zal, rangdor ko'rinishlarni Oppo Reno 5 yon telefonda xotira qoldiring. Bir istakan yegi qahvasi, bir sun yeni hayat ma'nosi. Turmushingizdagi eng go'zal, rangdor ko'rinishlarni Oppo Reno 5 yon telefonda xotira qoldiring. Bir istakan yegi qahvasi, bir sun yeni hayat ma'nosi. Hörmətli görürmənlər, mən sizlərinin sirdaş dostunlar Adila Ablis. Xinjiang Paridio Soda Cheklik şirketi xas namını ağan Studiyaga kim keldi programmasi Xinjiang Radio televiziya stansiyasida ko'rsatilayotgan naqsh musiqalar naq maydonda o'rinlanadigan ekrandan halqagan universal san'at programmasi. Har bir son programmamizda naqshchilar siz va biz bilan birga naqsh aytadi. Siz Xinjiang Sun'iy Hamra televiziyasining ommaviy undidor supsini qo'shib elib, o'zingiz aytgan naqshlarni sin orqali avarsangiz, Studiyaga kim keldi programmasida cho'lponlar bilan birga naqsh aytish fursatiga erisha olasiz. Her bir san programımızda məstanlarimizga cho'lponlar bilan naqsh aytish fursatini beramiz. Sizning programmamizga qizg'in qatnashib, naqshchilar bilan birga naqsh aytish fursatiga erishishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Yaqinchilar ko'pchilik, mening ismim Nurali Aziz. Men odatda naqsh musiqa bilan shug'ullanaman.
Studiya kim keldi programmasi qatnashganligimda intan xursandman. Bugun men naqshlarni bek yoqtirib anglaydigan ustoz bilan birga bir naqshni aytish oldida turyapman. Shundan birga ham shu fursatni menga yaratib bergan programma ko'rib sizga alayda rahmat aytaman. Shavkat Tursun, Şinjan Radio Televiziya stansiyasi bilan Özgün Madaniyat tarqitish shakli shirkati birlashib ishlagan Studiyaga kim keldi programmamizning bu sonimi boshlanish oldida turyapti. Bugungi bu mehmonimiz sahnada muzikant bolalar bilan birga musiqa chalib naqsh aytadi. Lekin azroq japat atib qoldigan bo'ldi. Menimcha bu mehmonimiz japat atdim deb qaramaydi. Buni bir xo'shallik his qilishi mumkin. Qani, ko'rmanlarimizga taqozo qilmay, Studiyaga kim keldi programmamizning bu soni qadam tashrif qilmoqchi bo'lgan mehmonimizni qarshi olaylik. Vatanda bahar, elimda bahar, bahar ilhami köksümde yağar. Acep çirayli vatan baharı, barda guncesi, içcan balları. Mana Alimjon muallimov programma naq maydoniga yetib keldi. Alimjon muallim, yaxshi kelibsiz. Qani, marhamat. Alimjon muallim qizg'in qarshi olamiz. Studiyaga kim keldi programmamizga? Buni sizni aytib oldik. Rahmat. Siz akordeon bilan eng dastlabda qanday uchrashgan? Ben akordeon bilan tunji ushqashqa vaqtim to'liq sizning 3-yilligida Güzelnur deb bir muzika xonimiz bor endi. Bu xonim bir kuni akordeonni sinfga ko'tarib chirib dars o'tdi bizga. O'tgandan keyin shu tunji qatdim mening ko'rgan vaqtim. Shuni ko'rib bu muzikaning ismi nima deb hayron qoldim. Keyin dars tutgandan keyindan chiqib xonim bu muzika nima muzika ismi nima desam akordeon dedi. Buni sizlar qanday o'rganlar desam men shu Qashqasipanda o'rgangan degan ekan. Qashqasipanda o'qisa garmon o'rgandiga o'xshaydi deb mana shu kunisi garmonni tunji ko'rdim. Qashqasipandan Qashqasipan maktabdan, Qashqar san'at maktabdan, ikki maktabdan chaqiriq chiqdi. Qaysini tanladingiz? Shuni olandan Qashqasipanni tanlaydi. Qashqasipan Kirdingiz. Kirdim. Oldi bilan Qashqasipanga chigandan keyin hamda meni sunaq bo'lib qo'ydi. Olimjon, sunay chason. 14 yosh vaqt o'xshaydi. Eng oxirida aytdim shu yadillam. Pang deb yig'ilib etdim men. Shuni ola oxirida o'tirib yig'lab bassam. Burunqi ayolim. Gulbardan bilaman. 2016-yil tugab ketdi. Olimjonning bak qo'lini bir barmog'ini ko'rib baqil deb kelib, endi barmog'imni ko'rib. Olimjon garmonga bo'ldi ekan ma barmoq. Bo'ldi Olimjon garmon chasin deganda. Shuni ola endi garmonga bo'lindi. Alimjon muallim, sizni bizmi shu Studiyaga kim keldi programmamizga taklif qilishdan burun sizning naqshlaringizni va yoki sizningki o'zingizning tarjimalarıngizni to'g'ri e'lon qilgandan keyin nurg'un tomoshabinlarimiz, mastonlaringiz sizga qiziqib, sizdan har xil savollarni so'rab ketdi. Buning hammani naq maydonga akilishga imkoniyatsiz bo'ldi qamdi. Uningdan yig'ib turib, biz necha savol naq maydonga akeldik. Shu savollarimizga bugun bir javob berib bersangiz. Mana birinchi savol, qaysini tanlaysiz? Oppo televizordan bir tanlab bersangiz. Birinchi savolni tanlang. Birini. Qani? Yaxshimisiz Alimjon aka, men sizning maslahatingiz Qashqardan Abdurinjon bo'laman. Uzun yillardan beri sizning mush akordeon bilan o'rindab kelayotgan naqsh muzikalaringizni intan yoqtirib anglab kelyapmiz. Endi men sizdan so'rab baqsam, nima sababdan siz mush xalq naqshlarini akordeon bilan o'rindashni o'ylab qolgandingiz? Qani, amsi bu savolga javob Alimjon muallim. Men Qashqardagi vaqtimdimi? Bu garmon bilan men xalq naqshi chapaqmaga asosiyatdan keyin 2004-yil Urumchiga kelib keldim. 2 yil endi bu muzikaninki Urumchidagi qanday olqishliq muzikaligini men bilmayman. 2006-yil kelganda bir akam bir yer chaqadi. Shu yerda bir naqshidan bir nechini o'qidim endi. Ko'pinchisi amobab naqshilar. Xalq naqshidan birini o'qib qo'yay deb o'qisam, bu akam hayron qilib, bu xalq naqshig'imi keladi ekan bu dedi. Degandan keyin ko'nglimda bu xalq naqshi kelmaydigan bu o'qimida dedim-da. Mening ko'nglimda nima deb chaladi buni, chalalaydi deb o'yladim.
Bizning kallimizda xalq naqsini cho'qim ravab bilan, g'ajak bilan, adab bilan, shu musiqalarimiz bilan, milliy sozlarimiz bilan chalamiz deb o'ylaymiz. Bu akımızın gepiga hayran qilib, bu nim degan gapdi deb tursam, men yaqinda o'tgan akimiz qo'pab, "Ukam biz bu necha yilni yog'i shu Terek Bostan, Karamış kılam anlap dikemiz, ma xalq naqshlarım bek chiroyli kildi emasmi buningga?" degan ekan men shu chaqda. Undas mushu bir bo'shliq o'xshaydi. Undas men mush yo'l bilan manga deb, shuni degan davomli chelib kelyaptim. Alimjon muallim, mushu savolning javobiga ulapla mening bir musiqa talab qilgim kelyapti, siz chap bering. Qaysi musiqa o'qiydi bu? Ishxondagi ishlar degan kinoning musiqasi. Shu musiqani bir naq maydon chap bering, ha? Bo'ladi. Bugun bir naq maydon do'ying tatib chiqarib yetaymi-ki men? Bo'ladi. Mana Alimjon muallimdan bir musiqa anglaygan bo'ldik. Oy, Alimjon muallim ajab yaxshi chavata musiqani. Studiyaga kim keldi programmamizning xos nomini olgan Xinjiang Paridio so'tchaklik shirkatiga, Oppo Reno 5 yurishlik yan telefonlarining hamkorlashganligiga, YG qahvalarining strategik hamkorlashganligiga alayda rahmat aytamiz. Endi Alimjon muallim, savollarimizga yana davomli javob berib bersiz, qaysi savolni tanlaysiz? 3-cü sualını tanlay. 阿里木江老师，我们可以说您的生命已经和手风琴紧紧联系在了一起。那么关于手风琴，您有什么难忘的故事吗？ Meningki hayatımdaki en hoşlanarlık iş eslim bolsa 2013 yılı 4 ayda Şanghay müzik şöyeniga berip 1 saatlik can so'qiga mushu vaqtim fakat isimden çıkmaydı da hamda Şanghay müzik şöyeninki Cangoying deydigan professor efendim bir necha şu professorni elib şu Urumchi kelibdi. Kelib bu bilan bir tamoq yeyish fursat topib qoldi va hamda garmon chaldim men. Can professor bana sen Şanghayga yashayga bir can zo'qib bersan degan talabni qo'ydi da menga taklif etdi. Va ko'rib va can zo'qibdek men uncha bir iqtidor yo'q. Desam yo'q. Sen cho'qim bormsan olmay. Şanghay müzik şöyeniga berib 1 saatlik leksiyanımı nayda qalbilik o'tdim men. Har jutnikin ishkidan xalq naqshini o'qib, enadekin nazariya jihatdan tushundirish qildim. Ularning menga bergan bahosini ayt yaxshi bo'ldi. Endi demak, men bir o'rta maktab o'qituvchisi turib, endi Şanghay müzik şöyenidan iborat shunda bir oliy bilim yurtiga berib, 1 saatlik leksiya so'zlash mening hayotimdagi unutilg'isiz bir kun bo'ldi. Undaqda Alimjon muallim yana bir savolga javob berib berim bo'ladimi? Qaysini tanlaysiz? 5-ci sualını tanlay. 5, xo'sh. Alimjon muallim yaxshimisiz? Men Mehmet Qurban, adir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Mush akkordeonda ba'zi udar shakldagi musiqalarni chalmoq bir qadar tez deb o'ylayman. Masalan, 8dan 5, 8dan 7 qatorliq udardagi shakldagi musiqalarni chalmoq tez. Siz shuni chala olamsiz? Chala olsangiz imkoniyat bo'lsa, naq maydonda bir anglagan bo'lsak. Ha, men so'ramoqchi bo'lgan savolni so'rdi. Alimjon muallim qayda javob beraki? Demak, mana yosh naqshchimiz Mehmet Tursun shundaq kasbiy savoldan birini so'rabdi Alimjon muallim. Odatda akkordeonda hamda shu 4dan 4lik, 4dan 2lik, 4dan 3lik, 8dan 6lik degandek 8da shunda musiqa chalindi hamda. To'g'ri. Demak bu 8dan 5, 8dan 7lik ahanglar odatda ko'pincha holatda milliy sozlarda o'rnaladi. Demisam hamda akkordeonga
Dastlabda endi men shu akordeonga tushishgacha hali vaqt izlanib qoldi. Shu tempo bo'yicha bangsam ba'zi chaqda tushirolmay, andan keyin endi ba'zi yerlarni o'zimning nimam bo'yicha, uslubim bo'yicha, o'ylig'inim bo'yicha oxiri 8dan 8 garmon keltirib tushadingizmi oxiri? Unda olsa Alimjon muallim, mush yegir qahvalarini bir ichib yetib, anan keyin jonliq qoldi bir musiqa chavatman sizga. Manda udarlık naqshlarım Alimjon muallim ajab payz chavatdi muzikani. Naq maydondagi mana muzikantlarimiz saqlab o'tirdi Alimjon muallim. Qaysi naqshlarni olib keldingiz bir davrdaylichi? Birincisi xalq naqshlari. İkincisi Xuynan Jayu. Wow. Üçüncüsü bizdeki Ürümçi xalq naqshlarimiz ayni vaqtdagi. Ha, 80-ci yillarninki naqshlar deymiz. Yaxshi ko'rdigan naqshlar mana hammasi. Dördüncüsü Karamishka. Akordeon chalishni gerçi bilmasam-mu, bugun Alimjon muallimning akordeon chag'ini qarab, pek hevesim keldi akordeon chalishni cho'qim muginman. Amsa Alimjon muallim sahnimiz sizni saqlab qoldik. Qani, marhamat. Hamza Alimjon muallim akordeonini bir alsınız. Bir sona qilib versak. Ey tarım boyga ketdi Görüşken yala hoş emdi Hamza Alimjon muallim başlap ketdilar. Bo'ladi. Qanday qadrli inamamning yaxshi ba? Bugun shu sahnada siz bilan hamkorlashadigan bo'ldik. Japa tatadigan bo'ldinglar. Sizlarga rahmat. Qaynamsa Alimjon muallim, sahnimiz sizga qoldi. Toza bir qiz deydi, marhamat. Lamba kapamanla vay bala Çilamba da çilamba Çilamba da çilamba Yani digen bile
yani digem bilen yarım oxulamaz Canım gönlüde vay çiğem var Yeni saniyen tağları etrafıda baklar etrafıda baklar İşligenge varmaydı yüzümüzden yaşlar yüzümüzden yaşlar Şemşekten ketken aşkaniyen anaları yapar Aşkaniyen anaları yapar Ecriye ecep şirin vay kımlıyık baharı yapar Ecriye ecep şirin vay kımlıyık baharı yapar Şammal çıksa edidu abala Semen yolda vay diyerek Semen yolda vay diyerek Onca munca kep koysa ağlar güyel bala Şidim aydeken vay şirek Onca munca kep koysa ağlar güyel bala Şidim aydeken vay şirek Şidim aydeken vay şirek Sizning mushu necha kunning yoqi mashq olib berish jarayonida bizning butun mushu elektronlik chalg'ular bilan o'zingizning akkordeoningizni birlashtirish, ya'ni buningga texi xalq naqsini birlashtirish sizga biroz tas keldimi? Rost gapni desam, burun endi o'zim ixtiyoriy. Mushu o'zim nimani xohlasam, so'l qo'lda mushu masalan akkord qismida nimani bosqim kelsa, muzikaga baslashtirib turib, o'zim ashunda chag'andim endi. To'g'ri. Ma muzika tertib bilan kelgandan keyin bir qadar menga besim bo'ldi. Endi keyin bulab ma qashqa xalq naqshlarida. Ba'zi chaqda ma udarlar, yerim udarlik bir ovozlar bor. Bu ovozga vaqtida tushkul olmay. Şundan olan bizden ma dumbaqçı inlerimiz bilan bir şeydi şunu hammasini shu 5-miz bir ekip turib, maslashtirib turib, oxir mushinchidagi holatga keldik. Lekin inlerimdan bak qo'shildim, bak so'yindim. Endi qaysi naqshni tayyorlab qilyapsiz ikkinchisiga? Qo'yingan yo'q. Voy, u bek chiroyli naqsha. Men pastda o'tirib anglayamsa. Qani, marhamat. Programımızın xas namını Şinjan Paradiyo Soğutçaklık şirketi ağan. Oppo Reno 5 yürüşlük yan telefonları hemkarlaşkan. Yego kahveleri stratejilik hemkarlaşkan.
像那哈密瓜断了瓜秧。太阳树下住着我心上的姑娘，当我和她分别后，好像那杜塔悬挂在墙上，瓜秧断了，哈密瓜依然香甜。青蛇回来，杜塔还会在下。当我永别了战友的时候，好像那雪崩飞滚万丈。亲爱的战友，我再不能看到你雄伟的身影，可爱的脸庞。亲爱的战友，你也再不能听我弹琴，听我歌唱。当我永别了战友的时候，好像那雪崩飞滚万丈。亲爱的战友，我再不能看到你雄伟的身影，可爱的脸庞。亲爱的战友，你也再不能听我弹琴，听我歌唱。Alımcan malum xabaringiz bor, bizning yana bir o'tkilimiz bor. Mastanalar orzusini amalga oshirish deb. Demak, mushu o'tkalga biz siz taniydigan sizning bir mastanangizni taklif qildik. Voy, bu kim bu? Hozir men sahnaga taklif qilmoqchi. Ha, mana sendagi chiqish fursatman keldi. Ha, sal jiddilashayotgan bo'lsam-mu, naqshini yaxshi yetishib chiqishim tirishim. Seni ko'rishaylik. Mana. Voy, voy, jo'rayingmi bu? Qanday ukam yaxshimi? Ha, mana. Yaxshi ukam, yaxshi keldingiz. Demak, Nuralini tanıysiz. Salimjon muallim, shundaqmi? Shunda. Ko'rishmagili uzun bo'pti-kan bu inim bilan. Mana bugun ko'rib qo'shildim-da. Mana bizning sahnamiz shundaq ko'rishmagili uzun bo'lgan, ko'rish baxmagan, hatto bek tanishadiganlarni jam qiladigan shundaq bir sahna. Sahnamiz sizlarga qoldi. Davomli yaxshi hamkorlashib, bu naqshini bek alomat aytib, sahnamizni bir qiziqtirasizlar. Birinci, ikkinchi kupletninki birinchi, ikkinchi misrasini men o'qiyman. Uchinchi, to'rtinchi misrasini sen o'qiysan. Ikki kupletninki. Endi uchinchi, to'rtinchi kupletni ikkimiz tang o'qiymiz. Mana deyishib olmasak bo'lmaydi ekan-da, ha? Bo'ldi. Amsa Alimjon muallim, Nuraliyev kam, hamkorligingiz yaxshi bo'lsin. Muzikant bolalarimiz boshqasak bo'ldi.
Paridio Soda Çeklik Şirketi xas namını alğan. Oppo Reno 5 yürüşlük yan telefonları hamkorlaşqan. Yega qahvaları strategilik hamkorlaşqan Studiyaga kim keldi programmasi qizg'in davomlashmoqda. Bul bulup sayrayme Anlasın dep yarimni Bul bulup sayrayma Anlasın dep yarimni Çalmam sana atar Gitarımni sazimni Garmonumni sazimni Çalmam şuna atar Tutarımni sazini Tutarımni sazini Altay vakti boyumni Görsetmem sen boyumni Altay vaktin boyunni Görsetmem sen boyunni Görsetmeysen görsetme Göreysen boyumni Görsetmeysen görsetme Göreysin boyunni Sızlık dert tutunca Baxtikarının gül kızı Baxtikarının gül kızı Sızlık dert tutunca Baxtikarının gül kızı Baxtikarının gül kızı Üstün goya kolumla Yüzüm tandım şul kızı Yüzüm tandım şul kızı Üstün goya kolumla Yüzüm tandım şul kızı Yüzüm tandım şul kızı Erim sen, ayım sen Bilelmediyim karap mı? Bilelmediyim karap mı? Nes bolganda kılınmel Çay tuttun mu şarap mı? Çay tuttun mu şarap mı? Nes bolganda kılınmel Çay tuttun mu şarap mı? Çay tuttun mu şarap mı? Nes bolganda kılınmel Çay tuttun mu şarap mı? Çay tuttun mu şarap mı? Çay tuttun mu şarap mı? Bugünkü sizlərinin həmkarlaşqınınla naiti köngüldikidək boldu dep oylayman. Özünüzün yaxşı etdiniz dep oylamsınız. Sel ciddileşip kaldım ustazlan. Nakşi etkiçe. Ustaz bilan jiddiyləşdinizmi? Bizning sahne sizni jiddiyləştirdimi? Aniq deyishayli. Sahnem mi var? Sahnem var. Demek Alimcan muallim Nurali'ninki bugün etqini sizga yaradimi? Bana yaradı. Burullam yaragan bu inimiz. Bugün Yaxshi etdi. burun qadımı yaxşı etti. Yaxshi oldu. etdi, ya. Onun üstüge pıraklarını bana ait toluk aldı da bu inimiz bugün. Endi tövendiki naqshida Alimcan muallimga sahnani biz berib Nurali pastda o'zirinib o'tirayli bo'lamdi? Qani, marhamat.
çölünay Pansurumba pakstura oynan atışkan Pansurumba paksura oynan atışkan Pansurumba paksura oynan atışkan Pansurumba paksura oynan atışkan La 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 Seni birden körmesem ciddi maydoş yürügüm Senden başka, senden başka, sende başka yarım yok Senden başka, senden başka, sende başka yarım yok Senden başka, 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 sende başka yarım yok Senden başka, senden başka, sende başka yarım yok Senden başka yarım yok Alımca muallim, sizden mi yana şundaq sual sorğum kelyapdydy? Eger sizden birisi hayatında qaysı cümle sözünü pek yaxşı görsen dep sorsam dep cevap bersiz. Meningki eng yaxshi ko'radigan so'zim birisi odam samimilik bilan oq ko'ngillikni o'ziga amro qilsa. Men bir umr amro qilib kelgan. Yana birisi osti mangsangmi to'xtab qolma. Bundan burun akordiyonni men o'zim yakka xalq naqshlari bo'lsin yoki ommabop naqshlar bo'lsin yakka chalatdimda. Bu qatim bu muzika atriti bilan birlikda chalgandan keyin hamkorlikning naqadar muhimligini his qildim. Studiya kim keldi programmamizga qatnashib bo'lganbek xush bo'ldim. Programmaningki biz yoshlar uchun yaxshi bir fursat sahna bo'libdi. Başqalarga xo'shallik beg'ishlash, xo'shal yashashning yana bir usuli. U ana shundaq yangroq naqshlari, jarangliq musiqalari bilan har bir ko'ngilga xo'shallik beg'ishlab kelgan bo'lsa, kasbdagi izdinish, izchilligi bilan hayotini ma'nolarga to'ldirib keldi. Xo'shallik hammamizga yor bo'lg'isi,
Şinjan Paridiyo Soğuduçaklık Şirketi xas namını ağan Studiyaga kim keldi programımız muşiyada ayaklaştı. Keler sonda görüşeylik. Hayır hoş.